Bir odam g'azotga chiqqanida burni qilich tagida qoldi. Burni kesilib qoldi. Ali radhiyallohu anhu ning oldiga keldi, burni qo'lida. "Ey Ali radhiyallohu anhu, mana shu holat bo'ldi" dedilar. Ali radhiyallohu anhu burunni joyiga qo'ydilar-da, o'qidilar, bir narsa ichlarida o'qidilar, "Shuf" dedilar. Burni joyiga to'g'rilanib qoldi. Atrofida qotgan qonlar bordi-da, burnini yuvdi avvalgiday. Bu kunisi keldi, "Ey Ali" yolvordi, "Ey Ali o'rgating." Bu kunisi ham keldi, "Ey Ali o'rgating, menga o'rgating" deyaverdi. Shunda Ali radhiyallohu anhu "Mayli o'rgataman" dedilar. "Nimani, qaysi surani o'qidingiz?" deganda "Men Ummul Kitobni o'qidim" dedilar. Ummul Kitob Fotiha. "Ey Ali, biz har kuni namozda o'qiydigan Alhamduni Fotihani o'qidingizmi?" dedi. Tarsi burni yerga yiqildi yana joydan uzilib. "Aytdim-ku" dedilar, "Sizga zarar qiladi" dedilar.